Onasining gapi bilan ayoliga hukm o'qiydigan yosh bola erkak 3 ta yo'qotishga tayyor turish kerak. Birinchi yo'qotish, ayolingizni ichidan yo'qotasiz. Ayol hali yoningizda, uyda xotiningiz, lekin u gapirmaydi, tortishmaydi, tushuntirmaydi. Chunki u siz bilan emas, ichida allaqachon ketib bo'lgan. Erkaklar eng katta xatoni shu joyda qiladi. Ha, u hali uyda-yu deb o'ylaydi. Ikkinchi yo'qotish, oiladagi o'rningiz. Onasining gapi bilan yashaydigan erkak xotini uchun rahbar emas. Qaror chiqaradigan erkak ham emas, himoya ham emas. Siz oilada erkak emas, ortiqcha odam. Onasining gapi bilan ayoliga hukm o'qiydigan yosh bola erkak 3 ta yo'qotishga tayyor turish kerak. Birinchi yo'qotish, ayolingizni ichidan yo'qotasiz. Ayol hali yoningizda, uyda xotiningiz, lekin u gapirmaydi, tortishmaydi, tushuntirmaydi. Chunki u siz bilan emas, ichida allaqachon ketib bo'lgan. Erkaklar eng katta xatoni shu joyda qiladi. Ha, u hali uyda-yu deb o'ylaydi. Ikkinchi yo'qotish, oiladagi o'rningiz. Onasining gapi bilan yashaydigan erkak xotini uchun rahbar emas. Qaror chiqaradigan erkak ham emas, himoya ham emas. Siz oilada erkak emas, ortiqcha odam